Xo'p, bu apparatimizda havo tortib olsa, par bermay qo'yadigan funksiyasi bor. Ya'ni shunaqa zashita yoki bak deydi, shunaqa narsasi bor. Buning uchun havo chiqib ketishi uchun nima qilamiz? Bu yerda filtr joylashgan bo'ladi. Bu filtrni mana shunaqa suv idishda ichiga suv to'ldirib olamiz. Havosi chiqib ketishini kutamiz. Bir 30 sekund tursa yetadi va ozgina ichiga suv to'lib oladi. Undan keyin bu filtrimizni bu yerga qotiramiz va bitta stakanda suv olib turib, mana mashina kichkina teshigi bor. Shu yerga ham suv to'ldirib qo'yamiz va keyin apparatimizni botini qotirib qo'yamiz. Apparatni keyin yoqib, qizishini kutamiz. Qizib olgandan keyin par berishni boshlaymiz. Xo'p, xuddi shuni qizib olishini kutamiz. Keyin bitta bosib, keyin o'zi par berishni boshlash kerak. Bu ichidagi sirkulyatsiya bo'lib, havolar chiqib ketadi va o'shandan keyin bosib par berish chiqadi. Par berishi bittada ishlab ketmasa, mabodo xuddi shu siklni qilganingizda, shu ishni 2-3 marta qaytarishingiz kerak. Ichidagi hamma havolar chiqib ketadi. Buni bemalol ishlataverasiz, kuyib qolmaydi, hech narsa qilmaydi va havosi chiqib ketgandan keyin normalniy mashinaqa ishlashni boshlaydi. Foydalaning.